10 ga 25 joyga qanaqa uchastka sotsa bo'ladi? Bugun sizlar bilan mana shunaqangi 2,5 sotuvli yevro korobkani ko'rsatib o'tamiz. Yujniy vokzaldan kelganda o'zgarish mostiga yetmasdan o'ng tomondagi yuqori Darxon mahallasida yo'lni yuzdan bo'lsa 150 metr kirganda joylashgan ajoyib bir hovlimizni, uchastkamizni ko'rsatib beramiz. Kattagina podvollariga ega kirishimizdan mana shunaqangi hovl kutib oladi. O'zlari uchun qurilgan ekan, sotish uchun emas. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra sotishga majbur bo'lib qolishibdi. Mana shunday umumiy sanuzellari, oshxonalarni ko'rdinglar, kattagina hovl, bu yoqda bitta yotoqxonaga bersanglar ham bo'lar ekan, bu yoqda bo'lsa mehmonxonalarimiz joylashgan, orqa hovliga qaragan oynalari mavjud. Yujniy vokzaldan ozgina o'tganlarda Beksaroy choyxonasi bor. Shu choyxonaning ro'parasidan 150 metr kirganda joylashgan. Ikkinchi qavatda o'zida 4 ta xonamiz mavjud. Birinchi xonamizda o'zining balkon qismlari ham bor, o'zining ichida sanuzellari va alohida bitta xonalari ham qilingan ekan. Bu xonaning garderob sifatida ham foydalansanglar bo'lar ekan. Hurmatli mijozlar, 2,5 sotuvda 5 ta xonali mana shunaqa chiroyli uchastka qura olarmiz deylar, qaranglar. Agar siz bu akamiz o'rnida bo'lganingizda qanaqa planirovka qilgan bo'lardingiz? Qarang, alohida farzandingizga yotoqxonalar qilib bersanglar bo'lar ekan, katta o'lchamlarga ega bo'lgan xonalari bor. Barcha kommunikatsiyalar, kanalizatsiyalar yetarli ekan, sifatli mahsulotlardan qurilgan ekan. Atrofda maktab, bog'cha, klinika, kafe, choyxona, hamma lokatsiyalar yaqin ekan. Podvoldagi betonni yaltirlab turishini qaranglar. Sifatli betonmi deyman, to'liq podvolni ham beton bilan o'rab tashashibdi. Zudlik bilan arzon narxlarda berib yuborishyapti. Hozir boshlang'ich 130 ming so'rashyapti. Yana o'tib beradigan joylar bor. Siz nech pulga shu xonadonni sotib olgan bo'lardingiz? Fikrlaringizni yozib qoldiring.